alaykum hammaga. Biz Ruqayya proyektida hozir birinchi oilaga yordam bergani keldik. Bu yerda Alisher aka yashaydilar. Ularning ayollari va o'zlarida jigar bo'yicha kasalliklari bor. Hozir ularga kerak bo'ladigan mablag' tomonlama yordam kerak bo'lyapti. O'zlari bilan hozir ko'rishib gaplashamiz. Birgalikda. Ular Alisher aka bolalar, ayollari kelgan. Ularda jigar bo'yicha kasallik bor. Hozirgi kunda mablag' tomonlama to'xtab qolishgan. O'zingiz tushuntirib bersangiz. 3 nafar farzandimiz bor. 2 o'g'il, 1 qizimiz bor. Ikkinchimiz bog'chaga boradi, o'g'il bola. Birinchi, ikkinchi guruh nogironiman, uchinchi guruh nogironiman. Farzandlaringiz hammasi joyida, sog'lommi? Davosi yaxshi. Shu jigar siryozi tashxis qo'yilgan, bizga ikkalamizdagi birda qo'yilgan. O'shanga ayolimiz og'irroq formada bo'lgani uchun hozir Hindistonda operatsiya deb aytishyapti. Hikmat banchi yotgandan keldi doktor ham, o'shalarga qadar lecheniya ham berdi. Operatsiyani o'tkazdi. Hozir Hindistonga borib operatsiya qilish kerak. Kenayimda. Hozir mablag' qanaqa? Necha pul deyishyapti, nima necha pul so'ralyapti, operatsiyaga qancha ketadi, borish, kelish, rasxodlari. Endi operatsiya o'ziga $5000 deyishyapti. Bundan tashqari viza bor ekan, mehmonxona, aeroport anaqalari hammasi $4,5 ketadi deyishyapti. $30,000. Borish, kelish, rasxodlar. O'zingizda qanaqa? Meniki yaxshiroq chiqdi. Shu dekabrda Ikkisida ham muammo. Yaxshiroq, unga qaraganda. Kenayimlarniki jiddiyroq. Hozir qanaqa sizda o'zingizda yetishmovchilik yoki bo'lmasam pul tomonlama dorilarga yordam, operatsiyadan tashqari bunaqa yetishmovchiliklar ham bor. Hozir o'zlari gapirib berdilar holat yuzasidan, qanaqa holatlarga operatsiyaga pul kerak bo'lyapti. O'shanga barchalarning yordaminglar kerak bo'ladi. Keyin o'zlarining ham qarzdorliklari bor, qarz bo'lib qolganlar, dorilarga yoki bo'lmasa shu ro'zg'or ishlari bo'yicha kamchilik bo'lgan, o'shanga qarz olishga majbur bo'lganlar. Hozirgi kunda ham 5000-6000 so'm qarzlari bor. Shularga yordam kerak bo'ladi. Hozir o'zlari uyalib gapira olmayaptilar, o'zlarining ham mazalari yo'q, o'zlarida ham jigar 3-jigar bo'yicha 3-guruh nogironlar, keyin bo'lsalar ularniki jiddiyroq. Jiddiy deganda ham qanaqa, o'sha avgustda operatsiya qilish kerak deb aytishgan doktorlar. Hozir o'sha 6-oy 6 oy bo'lgan ekanda, o'sha 6 oy ichida operatsiya qilish kerak bo'lgan. O'sha vaqt ozgina qolgan, agar imkoninglar bo'lsa, barcha shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimizga qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Biz kartalar qoldiramiz. Inshaalloh sizlarning bergan 1000 so'm, 2000 so'm pulinglar ham o'sha ularga yordam bo'ladi, xalla bo'ladi. Inshaalloh. Mayli aka, biz bora qolamiz bo'lsa.